Xabaringiz bor, taniqli kulgu ustasi, dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov 13 fevral kuni vafot etgandi. Shuningdek, qiziqchining yaqinlari marhumning so'nggi kunlari aks etgan videoni o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylashmoqda. Mana bugungi kunda oldida katta bir imtihon o'tirgan million jamoasi bor. To'g'ri, ukam, siz qatori hamma ukalarimni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman men sizlarni. Bravo. Yapon Umid, Otabek, Anvar, Shahlo. Sizlar tezroq sahnaga qaytib, chiroyli konsert beringlar. Million yuz yorug' bo'lsin. Dizayn sizlarni har doim hurmat qiladi bolalar. Komil Bedo'da Dilshodga. Assalomu alaykum. Komil Bedo'dan shunaqangi o'xshab ketibsiz, ko'z tegmasin. Mashalloh. Makkada osh damlayapsizmi? Guruchdan, Makkadan emas. Hazilkashligingizni qarang, Makkada damlayapsizmi deyapman. Bay. Otamni gaslari Makkaga ham yetib keldi. Mazasiga vobshe gap bo'lmasa kerak. Xohlasa, Alloh qodir qilgancha obo otashda endi bu. Xudo xohlasa. Lekin mana guruchlar. Omalas. Bay. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Xudo xohlasa. Go'dayligimizdan, tug'ilganimizdan o'sha paytdan niyat qilgan kunlarimizga yetdik. Allohga hamd bo'lsin. Saudiya Arabistoniga ziyoratga mana Alloh xohlasa hamma o'rtoqlar, yoshlik o'rtoqlar, yoshlar nasib qildi Xudo xohlasa. Hammaga nasib qilsin yurtdoshlarimizga. Yurtimiz qutlug' bo'lsin. Mana shunaqa xursandchiliklar ko'p bo'lsin. Sinfdoshlar bir-biri bilan yig'ilib mana shunaqa joylarga borish hammaga nasib qilsin. Oqibatda mustahkam bo'ling. Hammaga yaxshi keldi. Yaxshimisan ukam, buzimsan, sonlari yaxshimi? Mirzabek akamni telegram yo'q. Hozirlarga o'tib ziyoratlarini qilib, duolarni olaman deyotuvdi. Mirzabek akam ranjimasinlar menda. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim, radnoylarim. Xudo xohlasa mana Allohning inoyati bilan, izni bilan, o'zining chaqirig'i bilan safarga chiqdik. Xudo xohlasa hammasi yaxshi. Alloh uchun men sizlar hammanglarni yaxshi ko'raman. Obodiyikor tilim bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xohlasa borgandan keyin hammanglarni haqqinglarga duodamiz. Duoy salomlaringlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib qo'yaman Xudo xohlasa. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr hammanglarni. Hammanglarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Sizlardan meni boshqa yaqinim yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin hammanglar. Alloh o'zing darlarimga shifoy komil ato etsin. Parvardigorim o'zingga umid o'rtasan. O'zingga hamd sanosi shunday kunlarga qo'yganing, shunga qodir qilganing Alloh. Hamma ayrim ishlar doniyor. Hurmatlari, ishlari, doniyor muhtojlari. Hojilari. Bashar farzandi Abdullah o'g'li Arab sahrosidek Ateşin cho'g'li payg'ambar bo'ldingiz Hamma muzaffar tug'li assalomu alayka ya Muhammad assalomu alayka o'zing payg'ambarimizga salomlar ya Alloh rasuli ilotlarni onsoflik sizning yo'lingizni ahli kunlarimizdagi hamma suhbatni tilovat qo'yib Abdullani sarvari sizning jahon assalomu alayka ya Muhammad assalomu alayka ya ahli kunlarimizdagi hamma suhbatni tilovat qo'yib ilhamgina ularni farzandlari amiray va amiralari hammalar nofarda salomlarim yetkazib Allohning payg'ambarimizga o'tganlar Allohning rahmatiga azoblarini amakilar hammalari bolalari ko'chalari
hammalarni oxiratlarini obod qilgin. Kıyamet eyyamı, mahşer Gunohlarimdan o'zing kechir, eyyamı, sizge nasip etsin qalblarim Mahmud makamı. Buradan dilingizde ummetler namı. Esselamu aleyke ya